Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda g'alla o'rim yig'imi mavsumi yaqinlashmoqda. Bu davrda fermerlardan tortib don qabul qiluvchi korxonalargacha tayyorgarlik ishlarini puxta olib borishi talab etiladi. Joriy yilda Qashqadaryo viloyatida 6850 ta fermer xo'jaligi tomonidan jami 133600 gektar yerda boshoqli don yetishtirilyapti. G'alla rizq ro'zimiz manbai. Yetishtirilgan hosilni nesnobud qilmasdan yig'ishtirib olish dolzarb masala. Qashqadaryoda esa g'alla ekin maydonlaridan 334 ming tonna don topshirish ko'zda tutilgan. 2025 yilgi hosil uchun 152 ta o'rim otryadi shakllantirildi. Ularga 302 ta zamonaviy o'rish kombaynlari biriktirilgan. Koson tumani hududi ham iqlim va yer sharoiti jihatidan g'allachilik uchun qulay bo'lib, hosildorlikni oshirishda maxsus tavsiya etilgan navlardan katta xirmon ko'tarib kelinmoqda. Har yiliga 70-80 sentrdan hosil olib kelganmiz. Bu yilda xudo xolasa 80 sentner hosil kutilmoqda. Zarar kunandalardan asrash uchun ifoda kamerasi bilan har doim ko'p yillardan beri birga ishlaymiz. Shunda hasharotlar uchun, kasalliklar uchun butun hamma kimyoviy preparatlardan foydalanganmiz. Har yilgidek kombaynlar, texnikalar, don omborlari hamda axborot tizimlari mavsumga shay. 23 ta otryad, 46 ta kombayn, 219 ta yuk avtomobili va 17 ta ta'mirlash ustaxonalari shular jumlasidan o'rin olgan. Tuman hokimligi va qator tashkilotlar ko'magida o'tkazilgan seminarda texnikalar ko'rikdan o'tkazildi. Biz mavsumda 20 kunda o'rib yig'ib olishni rejalashtirganmiz. 302 ta kombaynga 133.600 gektarda 400 gektardan har bir kombaynimizga o'rtacha to'g'ri kelyapti. Bu degani agar bir kunda 20 gektardan kombaynlarimiz bemalol o'radi. Mana hammasi yangi. Yana bir jihat, shu kuni Koson tumanidagi o'rim ishlarining samarali kechishi uchun kerakli chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha qishloq xo'jaligi sohasi mas'ullariga hamda mutaxassislarga topshiriq va ko'rsatmalar ham berib o'tildi. Tadbir davomida Koson tumani hokimligi hamda Uzagro inspeksiyaning viloyat boshqarmasi mas'ullari ishtirokida qishloq xo'jaligi texnikalari ko'zdan kechirildi. Koson don mahsulotlari qabul qilish mas'uliyati cheklangan jamiyatidagi laboratoriya, elektron tarozilar hamda bug'doy saqlash omborlarining mavsumga shayligi ko'rib chiqildi. Bu yil Qashqadaryo viloyatiga yuqori unumli 302 dona, shundan 126 ta Kis va New Holland, 126 ta klass rusumli va 48 ta Victor va 8 ta John Deere rusumli g'alla o'rish kombaynlari qatnashishi rejalashtirilgan. 2025 yil g'alla hosilini yetishtirish uchun ushbu kombaynlarni ta'mirlash bo'yicha jami 13 milliard 660 million so'm mablag'lar talab etilib, ushbu mablag'lar to'liq remontga jalb qilinib, mavsumga qatnashadigan kombaynlar to'liq shay holatga keltirildi. Tadbir yakunida Uzagro inspeksiya rahbariyati ishtirokida matbuot anjumani ham tashkil etildi. Sohaga oid masalalar xususida fikrlashildi.